Bugun men sizga pensiya masalasida juda muhim o'zgarishlar haqida tushunarli qilib aytib beraman. Bu mavzu faqat hozir pensiyaga chiqmoqchi bo'lganlarga emas, balki ishlayotgan har bir odamga, ota-onasi pensiya oladigan oilalarga. Mehnat daftarchasi, ish staji, ish haqi va sug'urta badallari bilan bog'liq hujjatlari bor yoki yo'q bo'lgan fuqarolarga bevosita tegishli. Chunki pensiya endi avvalgidek faqat yoshim yetdi, ariza beraman, keyin kutaman degan oddiy jarayon bo'lib qolmayapti. Hisob-kitob ma'lumotlar bazasi, ish staji tasdiqlanishi, rasmiy daromad va hujjatlarning to'g'ri yuritilishi yanada muhim bo'lmoqda. Men bu videoda nima o'zgargani, kimlar bundan yutishi, kimlar ehtiyot bo'lishi kerakligi, qaysi xatolar pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkinligi va amalda nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Ma'lumot siz uchun foydali bo'lsa, hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday mavzularda vaqtda xabardor bo'lish pulingizni, vaqtingizni va asabingizni tejaydi. Avval pensiya masalasida ko'pchilik bir xil yo'l tutardi. Pensiya yoshiga yaqinlashganda hujjatlarni yig'ishni boshlardi, mehnat daftarchasini qidirardi, eski ish joylaridan ma'lumotnoma olishga harakat qilardi, ayrim yillarda qayerda ishlaganini isbotlash uchun arxivga borardi. Kimdir korxona yopilib ketgani uchun qiynalardi, kimdir ish haqi haqidagi ma'lumotnomani topolmasdi, kimdir mehnat daftarchasidagi yozuv noto'g'ri bo'lgani uchun bir necha oy yurishga majbur bo'lardi. Endi esa asosiy urg'u ma'lumotlarning oldindan tartibli bo'lishiga, rasmiy ish staji va rasmiy daromadning elektron tizimlarda aks etishiga qaratilmoqda. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, fuqaroning pensiyasi hisoblanganda faqat og'zaki gap, tanish bilish yoki men o'sha yerda ishlaganman degan da'vo emas, balki tizimda ko'rinib turgan rasmiy ma'lumotlar asosiy rol o'ynaydi. Agar sizning ish stajingiz, oylik maoshingiz, mehnat shartnomangiz, soliq va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlaringiz to'g'ri yuritilgan bo'lsa, pensiya tayinlash jarayoni ancha osonlashadi. Agar ma'lumotlar tarqoq bo'lsa, eski hujjatlar yo'qolgan bo'lsa yoki ish rasmiylashtirilmagan bo'lsa, muammo paydo bo'lishi mumkin. Oldingi tartibda ham staj va ish haqi muhim edi, lekin ko'pincha hujjatlarni qo'lda yig'ish, arxivdan izlash, ish joylaridan ma'lumotnoma olish katta ahamiyatga ega bo'lardi. Hozirgi yondashuvda esa davlat organlari o'rtasidagi axborot almashinuvi, elektron bazalar va rasmiy ma'lumotlarning mosligi kuchaymoqda. Oddiy qilib aytsam, pensiya masalasida qog'ozim bor degan davrdan ma'lumotim tizimda to'g'ri turibdimi degan davrga o'tilmoqda. Bu o'zgarishning sababi ham oddiy. Pensiya tizimida adolat bo'lish uchun kim qancha vaqt ishlagan, qancha rasmiy daromad olgan, qaysi davrlar imtiyozli hisoblanadi, qaysi davrlar stajga kiradi yoki kirmaydi. Bular aniq ko'rinishi kerak. Aks holda bir odam butun umr rasmiy ishlagan bo'lsa-yu, boshqa odam hujjatlarni keyin yig'ib, turli ma'lumotnomalari bilan teng miqdorda pensiya olishga harakat qilsa, bu adolatli bo'lmaydi. Shu sababli yangi tartiblarning asosiy maqsadi pensiya hisobini aniqroq, shaffofroq va fuqaroga oldindan tushunarliroq qilishdir. Eng avvalo men har bir tomoshabinga shuni aytaman. Pensiya miqdori birgina yoshga bog'liq emas. Yosh pensiyaga chiqish huquqini beradi. Lekin pensiyaning qancha bo'lishini asosan ish staji, rasmiy daromad, ayrim imtiyozli davrlar va hujjatlarning to'g'riligi belgilaydi. Ya'ni siz pensiya yoshiga yetdingiz degani avtomatik ravishda yuqori pensiya olasiz degani emas. Agar rasmiy staj kam bo'lsa, daromad past ko'rsatilgan bo'lsa yoki ayrim yillar tasdiqlanmasa, pensiya miqdori kutilgandan kam chiqishi mumkin. Masalan, birinchi misolni olaylik. Farhod aka 20 yil ishlagan, lekin shundan 20 yili rasmiy, 10 yili esa og'zaki kelishuv asosida mehnat shartnomasisiz bo'lgan. Farhod aka o'zicha men 30 yil mehnat qildim deb hisoblaydi. Hayotiy tomondan bu to'g'ri, u rostdan ham mehnat qilgan. Lekin pensiya hisobida rasmiy tasdiqlangan 20 yil asosiy ahamiyatga ega bo'ladi. Agar qolgan 10 yil bo'yicha mehnat daftarchasida yozuv, buyruq, arxiv hujjati yoki to'lovlar bo'yicha ma'lumot bo'lmasa, bu yillarni stajga kiritish qiyinlashadi. Natijada Farhod aka kutgan pensiya bilan tayinlangan pensiya o'rtasida farq paydo bo'ladi. Ikkinchi misol. Dilbar opa 25 yil davomida maktabda ishlagan. Ish joyi rasmiy, maoshi har oy o'tgan, mehnat daftarchasida yozuvlar bor. Lekin eski yillarda familiyasi turmushga chiqqani sababli o'zgargan. Ayrim hujjatlarda qizlik familiyasi, ayrimlarida hozirgi familiyasi yozilgan. Agar bu o'zgarishlar nikoh guvohnomasi
yoki boshqa tegishli hujjatlar bilan bog'lab berilmasa, tizimda chalkashlik bo'lishi mumkin. Bunday holatda muammo katta emas, lekin oldindan tayyorlanmasa, pensiya tayinlash cho'ziladi. Shuning uchun ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, pasport ma'lumotlari barcha hujjatlarda bir-biriga mos bo'lishi juda muhim. Uchinchi misol, Abror ismli yigit hozir 35 yoshda, pensiyaga hali ancha bor deb o'ylaydi. U xususiy firmada ishlaydi, lekin ish haqining bir qismi rasmiy, bir qismi qo'lga beriladi. Bugun unga bu qulay ko'rinishi mumkin, chunki qo'liga ko'proq pul olayotgandek tuyuladi. Lekin kelajakda pensiya hisoblanayotganda rasmiy ko'rsatilgan ish haqi muhim bo'ladi. Agar hujjatda 2 million so'm ko'rsatilgan bo'lsa, aslida 6 million olayotgan bo'lsa ham. Pensiya hisobida 2 millionlik rasmiy daromad ko'proq ahamiyat kasb etadi. Mana shu yerda odamlar eng ko'p xato qiladi. Bugungi norasmiy daromad ertangi pensiya huquqini kamaytirishi mumkin. 4-misol. Bir ayol bir necha yil farzand parvarishi bilan uyda bo'lgan. Ko'pchilik uyda o'tirgan yillarim butunlay yo'qolib ketadimi deb xavotir qiladi. Bu yerda qonunchilikda belgilangan ayrim davrlar stajga qo'shilishi mumkin. Lekin buning uchun tegishli hujjatlar kerak bo'ladi. Farzand tug'ilganligi haqidagi guvohnoma, mehnat faoliyati to'xtagan va qayta boshlangan davrlar, ish joyidagi buyruqlar kabi ma'lumotlar ahamiyatli bo'lishi mumkin. Ya'ni har bir davr avtomatik tarzda hisobga olinadi deb o'ylamaslik kerak. Lekin hujjat bilan tasdiqlansa, ayrim davrlar pensiya huquqiga ta'sir qilishi mumkin. Men birinchi navbatda pensiya yoshiga ilk 3 yil qolgan fuqarolarga alohida murojaat qilaman. Siz kutib o'tirmang. Yoshim yetganda boraman degan yondashuv xavfli. Chunki eski ish joyingiz yopilgan bo'lishi mumkin. Unda arxiv hujjatlari boshqa joyga topshirilgan bo'lishi mumkin. Mehnat daftarchangizdagi yozuvda muhr xirri bo'lishi mumkin. Buyruq raqami ko'rsatilmagan bo'lishi mumkin. Bunday muammolarni hal qilishga vaqt ketadi. Agar siz bugundan tekshirtirsangiz, kerakli hujjatlarni xotirjam yig'asiz. Ikkinchi guruh ko'p ish joyini almashtirganlar. Masalan, odam 5 yil zavodda, 3 yil qurilishda, 4 yil savdo korxonasida, 6 yil xususiy firmada ishlagan bo'lishi mumkin. Har bir ish joyi bo'yicha kirgan va chiqqan sanalar, lavozim, buyruq raqamlari, ish haqi ma'lumotlari to'g'ri bo'lishi kerak. Agar bitta davr tasdiqlanmasa ham umumiy staj kamayadi. Bu esa pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. 3-guruh chet elda ishlaganlar. Ayrim fuqarolar bir necha yil Rossiya, Qozog'iston, Koreya, Turkiya yoki boshqa davlatlarda ishlagan bo'ladi. Bu davrlar pensiya hisobiga qanday ta'sir qilishi alohida tartiblar, xalqaro kelishuvlar, to'langan badallar va rasmiy hujjatlarga bog'liq. Chet elda ishlaganman deyishning o'zi yetarli emas. Mehnat shartnomasi, ish beruvchi ma'lumotnomasi, to'lovlar, yashash yoki ishlash ruxsatnomasi, tarjima qilingan va tasdiqlangan hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunday fuqarolar oldindan maslahat olishi zarur. 4-guruh norasmiy ishlayotganlar. Men buni ochiq aytaman. Norasmiy ish bugun qulay tuyulishi mumkin, lekin pensiya tizimi uchun bu eng katta xavflardan biri. Sizning mehnatingiz tizimda ko'rinmasa, ertaga uni isbotlash qiyin bo'ladi. Ayniqsa xususiy sektor, qurilish, savdo, xizmat ko'rsatish, uy ishchiligi, mavsumiy ishlar va kichik biznesda bu muammo ko'p uchraydi. Ish beruvchi keyin rasmiylashtiramiz desa, bu gap yillar davomida cho'zilib ketishi mumkin. Natijada odam qariganda o'z haqini talab qila olmay qoladi. Agar siz uzoq yillar davomida bitta yoki bir nechta rasmiy tashkilotda ishlagan bo'lsangiz, ish haqi rasmiy to'langan bo'lsa, mehnat daftarchangiz va elektron ma'lumotlaringiz tartibli bo'lsa, vahima qilish shart emas. Yangi tartib sizga aksincha yordam berishi mumkin. Chunki ma'lumotlar bazada bo'lsa, ortiqcha qog'ozbozlik kamayadi. Pensiya tayinlash jarayoni tezlashadi, ayrim ma'lumotlarni idoralar o'zaro olishi mumkin. Lekin bu umuman tekshirmasam ham bo'ladi degani emas. Men doim shuni maslahat beraman. Pensiya masalasida ishonch yaxshi. Tekshiruv undan ham yaxshi. Chunki bitta harf xatosi, bitta sana noto'g'riligi bir davrning bazaga tushmaganligi keyinchalik muammo tug'dirishi mumkin. Masalan, siz 1998 yil martdan ishlagan bo'lsangiz, hujjatda 1999 yil deb ketgan bo'lsa, 1 yil staj yo'qolishi mumkin. Bu mayda narsa emas. Har bir oy, har bir yil pensiya hisobida ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Pensiya masalasida hamma uchun bir xil javob berib bo'lmaydi. Chunki har bir fuqaroning mehnat tarixi boshqa-boshqa. Kimdir davlat tashkilotida ishlagan, kimdir xususiy sektorda
kimdir yakka tartibdagi tadbirkor bo'lgan, kimdir bola parvarishi bilan uyda bo'lgan, kimdir harbiy xizmatda bo'lgan, kimdir nogironligi bor oila a'zosiga qaragan. Har bir holatning o'z tartibi, o'z tasdiqlovchi hujjati bor. Masalan, yakka tartibdagi tadbirkor bo'lgan odamlar ko'pincha shunday savol beradi. Men do'kon yuritganman, bozor rastasida savdo qilganman. Bu stajga kiradimi? Bu yerda asosiy masala faoliyat rasmiy ro'yxatdan o'tganmi? Soliqlar va tegishli to'lovlar amalga oshirilganmi? Faoliyat davrlari hujjatlarda ko'rinadimi? degan savollarga borib taqaladi. Agar odam yillar davomida ro'yxatdan o'tmasdan savdo qilgan bo'lsa, u amalda ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin pensiya hisobida buni tasdiqlash qiyin bo'ladi. Yana bir nozik jihat ish haqi ma'lumotlari. Ayrim odamlar faqat stajga e'tibor beradi. Menda 30 yil staj bor, demak pensiyam yaxshi bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin ish haqi ham muhim. Agar staj uzun bo'lsa-yu, rasmiy ish haqi juda past ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya miqdori ham shunga mos bo'lishi mumkin. Shu sababli ishlayotgan paytingizda rasmiy maoshingiz qanday ko'rsatilayotganini tekshirib boring. Ish beruvchi sizga 5 million so'm berib, hujjatda 1 xil million ko'rsatsa, bu faqat bugungi soliq masalasi emas. Kelajakdagi pensiya masalasidir. Yana bir muammo mehnat daftarchasidagi xatolar. Ba'zan kirish sanasi bor, chiqish sanasi yo'q. Ba'zan buyruq raqam yozilmagan, ba'zan korxona nomi o'zgargan, lekin bu haqda izoh berilmagan. Ba'zan muhr noto'g'ri bosilgan. Bular oddiy ko'ringani bilan pensiya tayinlashda savol tug'dirishi mumkin. Agar ish joyi hali faol bo'lsa, bunday xatolarni tuzatish osonroq. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, arxiv orqali tasdiqlashga to'g'ri keladi. Alohida e'tibor beriladigan holatlardan biri imtiyozli pensiya masalasidir. Og'ir, zararli yoki alohida sharoitdagi ishlarda ishlagan fuqarolar ayrim holatlarda boshqa tartibda pensiyaga chiqish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Lekin bunday huquq men og'ir ish qilganman degan gap bilan emas, lavozim, ish sharoiti, ro'yxatlar, attestatsiya, ish beruvchi hujjatlari va qonunchilikdagi mezonlar bilan tasdiqlanadi. Masalan, bir odam zavodda ishlagan bo'lishi mumkin, lekin uning lavozimi imtiyozli ro'yxatga kiradimi yoki yo'qmi? Aynan shu hal qiluvchi masala bo'ladi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Men buni aniq qadamlar bilan tushuntiraman. Birinchi qadam, o'z mehnat tarixingizni yozib chiqing. Qog'ozga yoki telefoningizga barcha ish joylaringizni ketma-ket yozing. Qaysi yildan qaysi yilgacha ishladingiz? Tashkilot nomi nima edi? Lavozimingiz qanday edi? Rasmiy ish haqi taxminan qancha edi? Ishga kirish va chiqish hujjatlari bormi? Shularni belgilang. Ko'pchilik aynan shu oddiy qadamni qilmagani uchun keyin chalkashib ketadi. 30 yil oldingi ish joyini eslash oson emas. Shuning uchun bugundan tartibga soling. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni tekshiring. Undagi barcha yozuvlarni diqqat bilan ko'ring. Sana to'g'rimi? Korxona nomi aniqmi? Lavozim yozilganmi? Ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari ko'rsatilganmi? Muhr bormi? Agar xato topsangiz, darhol hozirgi yoki sobiq ish beruvchi bilan bog'laning. Ish joyi yopilgan bo'lsa, qaysi arxivga hujjatlar topshirilganini aniqlang. 3-qadam. Rasmiy ma'lumotlaringizni elektron xizmatlar orqali tekshiring. Hozir ko'plab ma'lumotlarni davlat xizmatlari, tegishli idoralar yoki shaxsiy kabinetlar orqali bilish mumkin. Men har bir fuqaroga o'zining mehnat faoliyati, soliq to'lovlari, pensiya bilan bog'liq ma'lumotlar tizimida qanday aks etayotganini vaqti bilan ko'rib borishni maslahat beraman. Agar elektron bazada biror davr ko'rinmasa, buni pensiyaga chiqish kuni emas. Oldindan aniqlagan yaxshi. 4-qadam, hujjatlarni alohida papkaga yig'ing. Pasport yoki ID karta nusxasi, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy xizmatga oid hujjatlar, nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi guvohnoma, farzandlar tug'ilganligi haqidagi guvohnomalar, ish haqi ma'lumotnomalari, arxivdan olingan tasdiqlar, tadbirkorlik faoliyatiga oid hujjatlar, chet elda ishlagan bo'lsangiz, tegishli tasdiqlovchi hujjatlar bir joyda tursin. Hujjatlar tarqoq bo'lsa, eng kerakli paytda topilmaydi. 5-qadam, ish beruvchingizdan rasmiylikni talab qiling. Agar siz hozir ishlayotgan bo'lsangiz, mehnat shartnomangiz bor yo'qligini tekshiring. Oyligingiz rasmiy ko'rsatilayotganiga e'tibor bering. Keyin qilamiz. Hozircha shunday ishlayvering. Sizga baribir degan gaplarga befarq bo'lmang. Bu sizning kelajakdagi pensiya huquqingiz. Ish beruvchi uchun bu oddiy qog'oz bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin siz uchun qirlikdagi daromad manbai. 6-qadam,
pensiya yoshiga yaqinlashgan bo'lsangiz, oldindan maslahat oling. Tuman yoki shahar pensiya bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki tegishli mutaxassisga murojaat qilib, hujjatlaringizni ko'rsating. Menga yana nima kerak bo'ladi? Qaysi davrlarim tasdiqlanmagan? Qaysi hujjatni orqidan olishim kerak? deb aniq savollar bering. Umumiy gap bilan cheklanib qolmang deb maslahatga borganingizda barcha hujjat nusxalarini olib boring. 7-qadam ariza yozishda aniqlikka e'tibor bering. Arizada ism, familiya, tug'ilgan sana, yashash manzili, telefon raqami, pensiya turi, ilova qilinayotgan hujjatlar to'g'ri ko'rsatilishi kerak. Agar biror davr statajiga kiritilmay qolayotgan bo'lsa, yozma tushuntirish so'rang. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Yozma javob keyingi murojaat yoki aniqlashtirish uchun kerak bo'ladi. 8-qadam pensiya tayinlangandan keyin ham hisob kitobni tekshiring. Ko'pchilik pensiya chiqqach bo'ldi deb qo'l siltaydi. Aslida siz pensiya miqdori qanday hisoblanganini, qaysi staj davrlar olinganini, qaysi ish haqi ma'lumotlari inobatga olinganini bilishga haqlisiz. Agar xato bor deb hisoblasangiz, qayta ko'rib chiqishni so'rashingiz mumkin. Ba'zan oddiy bir hujjat qo'shilishi ham hisob kitobga ta'sir qiladi. Tasavvur qiling, 2 kishi bir xil yoshda pensiyaga chiqyapti. Birinchisi 28 yil rasmiy ishlagan, oyligi to'liq ko'rsatilgan, hujjatlari tartibli. Ikkinchisi ham 28 yil ishlagan, lekin 12 yili norasmiy, bo'sh yilida oylik past ko'rsatilgan. Mehnat daftarchasida ayrim yozuvlar yo'q. Ikkalasi ham hayotda bir xil mehnat qilgan bo'lishi mumkin, lekin pensiya hisobidan natija bir xil bo'lmasligi ehtimoli katta. Chunki tizim tasdiqlangan ma'lumotga qaraydi. Yana bir vaziyat. Opa 55 yoshga yaqinlashdi, lekin eski ish joyi 2000 yillarda yopilgan. U yerda 2 yil ishlagan. Agar opa hozir harakat qilsa, orqadan ma'lumot topishi, sobiq korxona hujjatlari qayerga topshirilganini aniqlashi mumkin. Agar pensiya yoshiga yetganda boshlasa, jarayon cho'ziladi. Pensiya tayinlash kechikishi yoki ayrim davrlar vaqtincha hisobga olinmasligi mumkin. Demak, vaqtida harakat qilish bevosita pulga ta'sir qiladi. Yana bir misol. Bir erkak 15 yil haydovchi bo'lib ishlagan. Keyin 10 yil chet elda bo'lgan. Chet eldagi ish joyi rasmiy bo'lmagan, faqat pulni qo'lga olgan. U pensiyaga chiqqanda men 25 yil ishlaganman deydi. Lekin hujjat bilan tasdiqlangan davr 25 yil bo'lib qolsa, pensiya hisobida muammo yuzaga keladi. Shuning uchun chet elga ishlashga ketayotganlar ham rasmiy shartnoma, to'lovlar va hujjatlarga jiddiy qarash kerak. Eng katta xato pensiya haqida faqat qaraganda o'ylash. Aslida pensiya huquqi ish boshlagan birinchi kundan sharhlanadi. Har oy rasmiy ish haqi, har yil staj, har bir to'lov kelajakdagi hisob-kitobning bir qismidir. Ikkinchi xato hujjatlarni yo'qotish. Mehnat daftarchasi, ma'lumotnomalar, buyruq nusxalari, arxiv javoblari oddiy qog'oz emas. Ular sizning mehnatingizni isbotlaydigan dalil. Ularni suratga olib, elektron nusxasini ham saqlab qo'yish foydali. Uchinchi xato. Ish beruvchiga to'liq ishonib yurish. Albatta, halol ish beruvchilar ko'p, lekin siz o'z huquqingizni o'zingiz ham tekshirishingiz kerak. Mehnat shartnomangizni o'qing, rasmiy maoshingizni biling. Soliq va to'lovlar bo'yicha ma'lumotlarni kuzating. 4-xato, og'zaki javob bilan cheklanib qolish. Agar sizga bu davr stajga kirmaydi deyishsa, nima sababdan kirmasligini aniqlang. Qaysi hujjat yetishmayapti? Qayerdan olish mumkin? Qanday ariza berish kerak? Mana shu savollarni bering. Har bir rad etish yoki tushuntirish asosli bo'lishi kerak. 5-xato. Familiya, ism yoki sana xatolariga befarq qarash. Masalan, bir hujjatda Abdullayeva, boshqasida Abdullayeva yozilgan bo'lsa ham ayrim holatlarda aniqlashtirish talab qilinishi mumkin. Tug'ilgan sana bir kun farq qilsa, bu ham muammo. Shuning uchun hujjatlardagi shaxsiy ma'lumotlarni bir xil holatga keltirish muhim. Bugungi asosiy xulosa shuki, pensiya endi yanada aniqroq ma'lumot, rasmiy staj, rasmiy daromad va tartibli hujjatlarga bog'liq bo'lib bormoqda. Kim o'z mehnatini vaqtida rasmiylashtirgan, hujjatlarni saqlagan va ma'lumotlarni tekshirgan bo'lsa, bu jarayondan kamroq qiynaladi. Kim keyin ko'ramiz deb yurgan bo'lsa, hozirdan harakat qilish kerak. Men sizga mutaxassis sifatida shuni tavsiya qilaman. Bugunoq mehnat daftarchangizni ko'ring, ish joylaringiz ro'yxatini tuzing, rasmiy maoshingizni tekshiring, elektron ma'lumotlaringizni aniqlang va kerak bo'lsa pensiya bo'limidan oldindan maslahat oling. Bu ishlar zerikarli tuyulishi mumkin, lekin ertaga pensiya miqdori belgilanayotganda aynan shu hujjatlar sizning foydangizga ishlaydi.
Sizning o'ylangizda pensiya hujjatlari bilan muammo bo'lganmi? Ish staji tan olinmagan, arxivdan hujjat topilmagan yoki pensiya miqdori kutilgandan kam chiqqan holatlar bormi? Fikringizni izohlarda yozing. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring, chunki bu ma'lumot har bir xonadonga kerak bo'lishi mumkin.